Assalomu alaykum hurmatli patronlarimiz. Bizga hozir o'zimning Radnoy akamning mashinalari, o'zlari minib yurgan mashina. Akalar eng qizig'i 3 kun oldin akalar yangi balon bilan jild hali, yangi original diskga qo'yganlar. $400 ga qo'yilgan bu balon disk akalar. Mashinaning ma'lumoti akalar, mashinamiz 2017-yil benzinda yurgan, hali gaz ko'rmagan. Kraska top-toza akalar. Ideal holatda mashina. 137 ming yurgan. Ko'ryapsizlar mashina, lekin bir tomchi kraskasi yo'q. Mashina tiniq holatda. Kuzovlarda ham ko'ryapsizlar akalar, kuzovlar ham yorug' rejim degan. Ana shunaqa noyob, saqlangan, kam yurgan, tiniqlarni qidirib yurgan akalarga bu Spark tashab qo'yinglar, maza qilib minib yurgan joy akalar. Mashinani ko'ryapsizlar, salonlarni ham bitta ko'rsatib o'taman. Mashina ideal holatda, hali gaz ko'rmagan akalar bu mashina. Mana salonni ham ko'ringlar akalar. Tiniq bor yo'g'i 137 ming yurgan akalar, video registratorlarigacha bor ekan mana. Salonni ko'ringlar, benzinda yurgan akalar. Mojitosi ham bor ekan. Tugab qopti-da, chanqovdik. Hop, mashinani akalar, narxiga keltirgan bo'lsak, $6200 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. O'zimning Radnoy akamniki. Kelib gaplashsalaring, uchimcha o'tib ham beradilar. Bemalol o'zlaridan kelib baraka qo'llaverasizlar akalar. Manzilimiz o'sha popda SMB binoni oldi, Burger House Cafe bor akalar. Mana shu Burger House Cafe kelsalaring, akam o'zlari ishlaydilar. Bemalol gaplashib baraka qo'llaverasizlar akalar. Faqat oldi sotdi qilib olasizlar akalar bu, chunki 01 partiya akalar, oldi sotdi qilib olasizlar. Olaman degan akalarga Telegram nomerlariga, kanallarimizga nomerlarni qo'yib qo'yaman akalar, xafa bo'lmaysizlar. Charchab pishkilik, tilam jingal yo'q qolyapti. Telegram kanaliga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib o'zlari bilan baraka qo'llaverasizlar akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.